Immer konditsionerimiz 666 ming so'mdan. 666 ming so'mdan mi? 666 ming so'mdan. Chigo konditsionerimiz 716 ming so'mdan. 716 ming so'mdan yurtdoshlar. Zifler konditsionerimiz 750 ming so'mdan. 750 ming so'mdan 12 lik konditsioner beramiz. Dastlabki usto'nlik ham shundaylar tekinga bo'ladi. Shivakincha so'mdan. 950 ming so'mdan. 950 ming so'mdan Shivaki Artel yurtdoshlar 1 million 216 ming so'mdan. 18'deki. 18'deki. Bunday narxlari bo'lmagan. Hech yerda bo'lmagan bunday. Ro'za Ramazon ayom munosabati bilan Diller 300 Pro'dan yurtdoshlar aksiyani zo'rini kutib olinglar, xudo xolasa. Yurtdoshlar poddeski zo'r, like zo'r, kommentariya zo'r bo'lib turibdi. Endi shuning uchun shu videomizdan zo'r aytib, kommentariya yozib, poddeski aytib, do'stlar yuborib qo'yinglar. Sizlarga ajoyibimdan shu ko'rib turgan Zamzam naborimizdan 3 tanasini koyup beramiz. Endi videomuzda tasodifiy aniqlaymiz. Hammangizga omad tilab qolamiz. Endi yurtdoshlar 3 tane yurtdoshlar Zamzam naborini kommentariya show uchun qo'yamiz. Kommentariya show uchun. Shu videoga like bosinglar yurtdoshlar, bosdingizlarmi? Kommentariya yozinglar. Qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariya yozsanglar, YouTube kanali shu darajada ko'p bo'ladi. Shu darajada ko'p bo'ladi. Endi videoni aniqlaymiz, hammaga birdek omad tilaymiz. Yurtdoshlar Diller 300dan xohlagan bir xolodilnik xarid etib olasizlar. Yanında ajoyibimdan 2 million so'm turadigan bir dana pilisosi 30 litrlik. Ajoyibimdan 1 metrlik galasoy ekran zastasi ham smart hem Android televizorimiz tekinga bo'ladi. Besplatnimi? Besplatni. Hozir bir dana xolodilnik olsalar, yonida ham pilisosi ham katta smart Android televizor tekinga bo'ladi. Undan tashqari dastlabkasi ham ichida bo'ladi. Ustanovchisi ham ichida. Ustanovchisi ham ichida. Iso. Bir dana televizor olasiz, yanında 8 ms, 7 ms, 6 ms 10 kiloluk kir mashina shundaylar tekinga bo'ladi. Hozir bir dana televizor va 10 kiloluk kir mashin qo'shib beramizmi? Havo, 10 kiloluk kir mashin, uni yanında bir dana termoxoti, sokash malkisi, qushtakchaniki, tefali, bir dana film shundaylar tekinga bo'ladi. Bular hammasi besplatmi? Hammasi besplatni. Gap javob. Gap javob. Xalosalar bizdan xohlagan bir bitoy texnikasini bir dana pasport evazidan olib ketishlari mumkin. Pasport bilan. Pasport bilan. Plastik ham shart emas. Plastik shart emas. Ya'ni muddati to'lab oladilar. Muddati to'lab oladilar. Kafillarsiz. Kafilsiz, hech qanday ish haqqisiz. Hukumat ishida ishlashi kerakmi? Shart emas. Bir dana O'zbekiston Respublikasining fuqarolik pasporti bilan xohlagan bir maishiy texnikangizni yurtdoshlar muddati to'lab xarid qilsanglar ham bo'ladi. Bo'ladi. Pulsiz yasirlarmi deydi? Pulsiz kelaversin, Indiyadan boshlab to'laylar. Iso. Yurtdoshlar bizda istalgan bir avtomat kir mashin xarid etib olasizlar. Yanında ajoyibimdan bir dana mini pech duxovkasi, podarkasini, bir dana mini pech duxovkasi, kamida million turadigan pilisosi, bir dana termoxoti, chopperi, ajoyibimdan pichoq nabori, kapkir nabori. Shuncha podarkami? Bu modeli bir dana posuda komplekt nabori. Shularning hammasimi? 32 versiyon bo'ladi. Konfetni hissasi. Shu videomizga like, podpiska bosib kelolmasanglar, bir dana Zamzam nabori shundaylar tekinga bo'ladi. Shularning hammasini bir dana avtomat kir mashinaga qo'shib beramiz. Qolagan bir avtomat kir mashinani asilla hammasi tekinga bo'ladi. Gap javobmi? Gap javob. Bir dana avtomat kir mashina olasizlar yurtdoshlar, yonida qaranglar Zamzam nabori, murabbo idishlari yurtdoshlar. 32 predmetli keramika nabori. Kuxnya nabori yurtdoshlar, zo'r nopasingillarim uchun, pichoq nabori, chopperi bor yurtdoshlar, termopod, bir dana pilisos, bir dana duxovka pechka, dastlabkisi ham tekinga. Dastlabki usto'nlik ham shundaylar tekinga bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xohlasa bugungi videomizda sizlarga 4 kuldagi bitavoy texnika narxlarini qo'ldan kelgancha bilib berish maqsadida 4 kul shahridagi Diller 300 Pro do'konida yetib kelamiz. Yurtdoshlar, bugungi videomiz maishiy texnika olomon yurtdoshlarim uchun juda ham manfaatli hamda foydali video bo'ladi. Videolarimizga ko'proq likelar bilan qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Zero like bosib, qo'llab-quvvatlab kommentariya yozganlar uchun ham ajoyib podarkalar Diller 300 maishiy texnikalar do'konidan do'stlar. Bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtkul shahrini Ullubog' povorotida joylashgan yurtdoshlar. Ullubog' ko'chasi hozir Nurli yo'l ko'chasi yurtdoshlar. Bu yoq tarafdan kelsanglar, Urganchdan, Beruniy 50 qalan Nukus tarafdan kelaverishda To'rtkul jome masjidi sizni qarshi oladi. Mulla Jumoy jome masjidini o'tganingizdan keyin birinchi svetofor Mayakovskaya ko'chasi svetofor. Ikkinchi svetofor bo'lsa Ullubog' povor svetoforidan chap tarafga burilasiz. Ya'ni yana ferma do'konidan sirazi chapga burilasizlar. Mana 200-300 metr yurganingizdan keyin yurtdoshlar o'ng qo'lingizda Diller 300 Pro chiqadi. Agarda siz kun chiqish tarafdan kelsangiz yurtdoshlar, kun chiqish tarafdan kelsanglar To'prakqal'a, Miskin, Sarimoy, Xazaras tarafdan kelaverishda To'rtkul televizkasi seni qarshi oladi. To'rtkul televizkasi tarafdan kelaverishda birinchi emas, ikkinchi svetofordan o'ng aylanasizlar. Ya'ni yana ferma do'konini to'g'risidan Ullubog' dinaga kirasizlar yurtdoshlar. Ichkariga o'ng qo'lingizda yurtdoshlar yana Diller 300. Oldinda yana shunday ajoyib bayroqlar bilan. Bir yandan kelsanglar To'rtkul Kapital Bank, To'rtkulda yagona bo'lgan Kapital Bank tarafdan kelasizlar. Yine To'rtkul bozorining orqa
svetoforundan gələrсizlər, Optum svetofor tərəfdən gələrсizlər, Ullubağın içindən gələrсizlər. Ekranlardan telefon nömrələrini qoyub qoyamız, bu nömrələrə telefon qılıb adres sorab, məlumat sorab desənglər болады yurttaşlar. Videolarımızı başladıq, həmmə yaxşı keyfiyyət, Xuda xolasa girəmiz. Yangilikdən etibarlarınızı xavola qılamiz. Bismillah. Timur Bey, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamasdan yursizmi? Xudo xolasa bugun Diller 200 Pro do'konuna yetib keldik yurtdoshlarim uchun. Ro'za Ramazon ayyom munosabati bilan necha yangiliklar bor Diller 200 Pro'da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 495 kanal obunachilari, hammangizni girgan Ro'za ayyom bilan tabriklaymiz. Ro'zalar bilan xormanglar. Xudo xohlasa bugun sizlarga Ro'za Ramazon aksiyasini qo'yib beramiz. Nechik bo'ladi? Zo'r bo'ladi Xudo xohlasa. Ajoyib videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, videomiz manfaatli video bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar, oxirigacha qiziq, zo'r aksiya, hammaga kerakli bo'lgan aksiyalarni qo'yib beramiz Xudo xohlasa. Zo'r. Yine yurtdoshlar, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Ko'raverasizlar. Misol uchun endi har safar kirmashindan boshladik. Bu safar eng zo'r bo'lib turgan, ya hech kim aytmaydigan narsa gaz plitalarni boshlaymiz. Gaz plitalardan boshlaymiz. Gaz plitalarimizni endi narxlarini tushirganmiz. O'tgan safar 1 million so'm skidga tushirdik. Zo'r bo'ldi. Hamma narsasi yaxshi, sifatli gazlarni xalqimiz oldi. Gaz olib qo'yganlar bo'lsa, bir likelarni bosib qo'yinglar, kommentariya yozib ketinglar. Bu safar ham skidkani zo'r aytganmiz. Gaz plitalarimizga o'zi 3 million so'm sotilgan gaz plitani 2 million 200 ming so'mga tushirganmiz. 2 million 200 ming so'm. 2,5 million so'm Artel gaz plitamiz yine. Elita gaz plitamiz, Ario, bizda 4 million so'mgacha gaz plitamiz bor. Qaysi birini oladigan bo'lsalar ham, hozirgi kunda Ro'za Ramazon oyida kerak bo'ladigan narsa bizga nov kerak bo'ladi, mikrofonga kerak bo'ladi. Albatta. Azonda misol uchun gechda pishirgan ovqatni azonda qizdirib yeyish uchun baribir gaz oldi, ovqatni pishirdi, gechda olib qo'ydi, azonda yana qizdirib yeyish uchun saharlikda foydalanadi. Saharlikda foydalanadigan eng zo'r Sevintage kompaniyasidan ajoyibundan zo'r yaxshisidan bir dana mikrofonga qo'shib beraman. Tekingami? Tekinga 2 million 200 lik alsin, 2,5 likini alsin, 4 millionlikini alsin, o'zine kerakli bo'lgan zo'rini yaqqan gazini alsin, bir dana mikrofonkisi mut bizga. Bir dana gaz plita alasizlar, bir dana yanında mikroto'lqinli pechni tekinga beramiz. Tekinga beramiz. Yo'q, bu narsa kerakmaydi dedim bo'lsa, xolasalar bir dana vitishkasi shundaylar. Xolasa dimoxotini qo'shib beramiz, to'g'rimi? Kimdirlar uyda mikrofonga bo'lishi mumkin, kimdir gazondagi vitishkasini ham toza olaman dedi, vitishkasini ham qo'shib beramiz dimoxotini. Ajoyib yurtdoshlarni. Aksiyani zo'r Xudo xolasa. Hamma brenddan bor. Hamma brenddan xohlagan bir ko'zi to'qli deymilar. Yana endi молочный bo'lgan retro modellarimiz, spichka, grill, hamma narsasi, bog' variantlari, cho'yin variantlari, xohlagan modellaringizni to'p berasizlar, to'p berib bilamiz. Xohlagan svetingizda to'p berib harakat etamiz Xudo xolasa. Haqiqatan ham 200 tok deysizlarmi, 100 tok, 300 gaz deysizlarmi? Hammasidan bor. 90'lik gazlarimiz ham bor, mebelli gazlarimiz ham bor. Bemalol kelib turib, so'rab, "Mana shu modeldan kerak, 100 tok kerak, ustipasi gaz kerak." Xohlagan modelingizni to'p beramiz Xudo xolasa. Ajoyib. Endi televizorlarimizni ham ko'rsatib o'tdik. Televizorlarimizda ham yana aksiyalarimiz yetib turibdi. Aksiyalarimizda birinchi navbatda skidga tushirdik Og'abek. Skidkada misol uchun shu Rosso kompaniyamiz o'zi 2 million 800, 2 million 700 sotiladi. Skidka narxida 2 million so'mga tushirganmiz. 2 million so'mga Rosso. Rosso kompaniyasi. Brando kompaniyasidan bor 2 million 300 ming so'm. Smart kompaniyasidan bor 2 million 600 ming so'm. Li, Mega, Immer, Sava, Sonor xohlagan brendingizni to'p berib bilamiz. Agar bizdan kelib turib, xohlagan bir 43 lik tezor e'tibor beringlar. Xohlagan bir 43 lik tezor oladigan bo'lsanglar, tezorni oldinglar, bir dana kir mashin shundaylar mut bo'ladi. Hozir bir o'g'illik televizorlarga bir dana yarim avtomat kir mashinasi tekinga. Mut 6 kiloluk ajoyib bo'ladi. Suv, parashok, tok umuman saylamaydi. Xo'jalikka kerak. Bundan buyon Qo'yam qizib ketadi. Hazrat ko'chada yuvaveradilar. Polni. Tekinga beramiz. Tekinga mut. Endi televizorimizni krashdan ham shundaylar tekinga bo'ladi. Agar bizlarni o'sha Ro'za Ramazon oyida tabriklab, yana ro'zalar bilan deb keladigan bo'lsanglar, addinni sizlar uchun, YouTube'ni ko'rganlar uchun addinni yana bir sovg'ani yana bir sovg'asi bo'ladi. O'zim beraman. Temurbek, yana keldim, savdolashdik, buni oldik, yana rahmat misol uchun. Endi bizga sovg'ani berdigan bo'lsa, Ro'za oyida Ramazon aksiyasida sovg'amizni berdigan bo'lsa, addinni o'zim bir sovg'a beraman. Yana bir sovg'a
xohlasa bo'ladi. Zo'r. Ina yurtdoshlar 43 dyumda bo'lgan 1 o'nlik razmerdagi televizorlarning aksiyasi. Yonida bir dana kir mashinasi tekinga, kranshten ham ichida. Temurbek seni izlab keldim deyish uchun yana bir podarchisi bor. Yana bir podarchisi shunday tekinga bo'ladi. Agar bizdan 50lik, 55lik, 65lik, 75lik tezor oladigan bo'lsalar, 50lik tezorlarimizning narxi 1.30lik, misol uchun arzoni 3 million so'mdan boshlanadi. 3 million. Arzoni 3 million so'mdan, eng qimmati 6 million so'mgacha turi bor. Bizdan endi 5 millionlikini olamiz, 4 millionlikini olamiz, 3,5likini olamiz. E'tibor berib turag'avik. 6 kilolik ko'shverik-ku bir o'nlikda. Ava. Endi bulardan oladigan bo'lsalar 10 kilolik kir mashina shunday. 10 kiloligini qo'shib beramizmi? 10 kilolik. Azatsa xalq azatsin dedi-ku, yaxshisidan ichi demirli bo'lgan edi. Nirjavika bo'ladi. Nirjavika eng sifatli 2 qatli, 2 motorli sifati 10 kiloligi. 10 kiloligi kichkina emas, polniy xo'jalikda bagim bo'lsa hammasi yuvbasam bo'laveradi. Bir dana televizor 10 kilolik kir mashina tekinga. 50lik oladigan bo'lsa 10 kilolik shundaylar tekinga bo'ladi. Agar 55lik, 65lik, 75lik oladigan bo'lsa, endi 10 kilolikni oldi. Yanında ajoyibundan bir dana termoxoti, sokajmalkisi, xushtakchaniki, ajoyibundan tefalı, undan tashqari like, podpiska bosib kelgan bo'lsalar, nima deydi? Sestralarimizga feni. Ina yurtdoshlar, ham kir mashina beramiz, undan tashqari shu podarkalar ham tekinga, to'g'rimi? Dastak 50, 55lik, 65, 75lik tezorlarimizda dastavki, ustanovka xizmatlarimiz ham tekinga bo'ladi. Xorazmdan kelsin, Beruniy, Nukusdan bo'lsa, Nukusda dastavka etib beramiz. Endi viloyatlar bo'ladigan bo'lsa, onlayn dastavka etib beramiz. Kelishilgan holda bo'ladi bu narsamiz ham. Zo'r. Ina hamma brenddan bu yurtdoshlar razmerlarga qaranglar, 75lik deysiz yurtdoshlar, 85lik deysiz ham turlaridan bor. Xohlagan turingizdan topib berishga harakat etamiz. Endi tezordan endi tavsiya etadiganimiz, misol uchun bunday bo'ladi. Ekran zashtasi yo'q bo'ladi, internet provod orqali kiradigan bo'ladi, besprovodniy, smart bo'ladi, Android bo'ladi. O'zi novi bu yerda smart Android, misol uchun web istagan narsa bo'ladi. Kelsalar, misol uchun tushuntirib, zo'r aytib tushuntirib beramiz. Ekran zashtasi nechik bo'ladi o'zi. Misol endi aytadiganlari sal yupqaroq ekran bo'ladi. Misol uchun o'ynamaydiganlari yana zashtali bo'ladi, misol uchun. Shular endi zashtalni olgani yaxshi, nima uchun desa, uyda yosh bolalar bo'ladi, bir o'zini to'patib qo'yadi, boshqa bo'ladi. Shunga chidamliroq tezor bo'ladi. Bola bo'lsa sho'x bo'ldi deydi. Sho'x bo'lmasang deydi, bola bo'ldi deydi ana. Albatta, ina. Endi shunday tezorlarimiz yana hamma brendidan assortiment desanglar hammasidan boshqa taxlaq qo'yganmiz. Kelaverasizlar. Zo'r. Endi xolodilniklarimizni ham aytib o'tdik. Shunday xolodilniklarga keldik. Xolodilniklarimizda yana Ferre kompaniyasidan, Optima kompaniyasidan, Premier kompaniya, Walnut, Tech, Zifler, Elita, Platinum 50 xolodilnikini o'zi kichkina bo'lishiga qaramasdan bu standartdan ham 50 ekan. 50 bo'ladi. O'zi standart, misol uchun 55 sm bo'lsa, bu 60 sm-lik xolodilnik bo'ladi. Haqiqatan. Narxlarına keladigan bo'lsak, narxlari 2 million 300 ming so'mdan boshlanadi xolodilniklarimiz. E'tibor ber, 2 million 300 ming so'mdan. 2 million 300 dan. Endi ketaveradi, sifatini qarab turib baholari ko'tarilib boraveradi. Agar bizdan kichkina xolodilnik oladigan bo'lsalar, qarang'abek, zo'r narsa ishlab qo'yamiz. Toza xo'jalik birinchi uchurtda xolodilnik oladi. Toza xo'jalikka. Keyin toza xo'jalikka nima kerak bo'ladi? Ariston kerak bo'ladi. Ariston. Xalosalar 50lik Ariston olasiz. Avon. Misol xalosalar 80 litrlik Ariston. 80lik. Ana. Bizdan kichkina xolodilnik oladigan bo'lsalar, Aristonni shundaylar tekinga bo'ladi. Xohlasalar 50 litrlik, xohlasalar 80 litrlik tekinga beramiz. Buni xolasalar deb turganim, misol uchun kichkinaroq xo'jalik bo'lgan bo'lsa, 80likni ko'p odam olasa kelmaydi. 50lik bo'ladi. Yo'q, kattaroq xo'jalik bo'lgan bo'lsa, 80lik. Bizlar shuning uchun ham kim o'zini o'ng'ayli bo'lmasin deb xolasalar 50lik, xolasalar 80lik qo'yganmiz. Bunaqasi bo'lma. Endi bizdan katta xolodilnik oladigan bo'lsalar, Nofrost, Defrost 5 milliondan katta bo'lgan xohlagan turdagi xolodilnikni oladilar. Yine katta modellarimiz geldi. Gigant model. Uzinasini ham uzun, enini ham 50. Bu tarafda yine Hantaji, Tech, Beston, Brando katta yine polniy uchta ham modellar. Ajoyib rossiyskiy xolodilniklarimiz bor, turetskiy xolodilniklarimiz bor yine. Polniy 2 eshikli, 4 eshikli xolodilniklarimiz yine. Akıllı rejimleri bulada bizlere gelip durup işe katta bo'lgan xolodilniklarimizni 5 milliondan katta bo'lgan xolodilniklarimizni alasizlar. Ajoyib bundan podarkisini zo'r etib qo'yganmiz. Xalqimizga kerak narsani qo'yamiz. Misol uchun olsin, bir xolodilnikni olsin. Misol uchun Ferre kompaniyamiz bo'lgan bo'lsa, narxi o'zi 7 million so'm sotilgan. Hozirgi kunda skidka narxida 6 million 100 ming so'mga tushgan. Nofrost. 6 million 100 ming so'mga oladi. 2 million so'mlik plyusosi
Tekinga. 30 litr bo'ladi. Straightenli bo'ladi. Ava, Uaken kompaniyani Proto yengnalarning turi. Germaniya brendi. Germaniya brendi o'zi 2,5 sotilgan 2 million so'mga tushgan plisosimiz bu. Gelsalar bemalol o'zini ham sotib olsalar bo'ladi. Ishi plisosimiz shunday tekinga bo'ladi. Jelivi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Pisandina javob bo'ladi. Javob. Yanında ajoyib bundan 1 metrlik bo'lgan televizorimiz shunday Smart televizor. Smart Android голосовой ekran zachtasi hamma narsasi bor bo'lgan televizorimiz. Temurbek hozir Nofros istalgan bir xolodilnikini oladilar 5 million so'mdan ziyod bo'ladi. 5 millionlik narsalar ham beramiz ikkisini. Yanında yine 2 million so'mlik ajoyib bundan plisosi, germanskiy yurtdoshlar, bundan tashqari smart Android televizori. Tekinga bo'ladi. Dostavka metamiz. Dostavka metib beramiz. Plisoslarimiz ham hammasini dostavka etib, xolodilniklarimiz ham dostavka etib beramiz. Hisob zo'r. Endi yurtdoshlar, siz uchun aksiyani zo'r ishindi bo'ladi. Aksiyani zo'ri qolagan svet, misol uchun kunga yoqadigan svetlarni aytsinlar bizlar. Oqi desa oqi, qorasi desa qorasi, serisi desa serisi. Ya'ni aytgancha misol uchun xolodilnik olacak. Xolasalar bir pasport evazidan ham beramiz. Pasport evazidan? Birgina pasport evazidan ham beramiz. Pasportini olib qolasizlarmi? Yo'q, olib qolinmaydi. Pasporti shuning o'zida beriladi. Pasporti bilan keladi. Hech qanday ish haqqi, boshqa MIPdan qarzdorligi bo'lmasa bo'ldi. Ya'ni pasport bilan keladilar, plastik ham shart emas. Plastik ham shart. Bir dana pasport bilan kelib yurtdoshlar, ro'yxatdan o'tib, muddatli to'lov yurtdoshlar 3 oydan 12 oygacha bo'lgan muddatda xohlam bir maishiy texnikangizni bo'lib to'lasanglar bo'ladi, narxi to'g'rimi? Shu pasport bilan deganda ishi konditsionerlarga keldi. Konditsionerlarda zo'r aksiya qo'yganmiz, Qarag'abek. Misol uchun ko'pchilik hozir konditsioner oladi, yoza olasi keladi. Misol uchun yinglab yozda pul topilmaydi. Ko'pchilikda pul topilmaydi. Shuning uchun bizlar xalqimizni o'ylagan holda konditsionerlarimizni zo'r aksiya etib beramiz. Bu aksiyamiz ham skidga ham aksiya bo'ladi. Nechik bo'ladi? Misol uchun narxlarni 1 million so'mgacha tushirdik. Demak 5 millionlikini 4 million so'mga, 5 million 300likini 4 million 300ga, 5 million 500likini 4 million 500. Eng qiziq joyi 1 so'm pul bermay ikkitadilar. 1 so'm pulsizmi? 1 so'm pulsiz. Endi narxini e'tibor ber, 666 ming so'mlar. 716 ming so'm, 750 ming so'm. Bu degani qaranglar, 4 million 500 ga konditsioner oldi. 6 oyga bo'ldi. 6 oyga bo'lsa 750 ming so'mdan chiqadi. Hech qanday ustuna 1 so'm minmin 750 ming so'mdan 6 oygacha pulni to'laydi. Endi yurtdoshlar, birinchi oy to'lamaydilar, to'g'rimi? Yo'q, birinchi indi oydan boshlab. Ya'ni 7 oy, to'g'rimi? 7 oy. Men deyaganda 7 oy bo'ladi, to'g'risi. 666 ming so'm degan endi bir nima dedi? Muzeyda o'tirish uchun bir yaxshi narsadan bir. Albatta yurtdoshlar. Bir oy dam olib, keyin to'lab boshingizlar yurtdoshlar, qaranglar. Yine 4,5 million so'm o'zini pulini 6 oyga bo'lib to'laysizlar. Ya'ni kalkulyatordan bo'lsanglar. Faqatgina o'zi bo'ladi. 1 so'm ustidan minmaydi. 1 so'm minmaydi hech qanday. Konditsionerni o'zini olib boramiz. Qiziq joyi endi biza bo'lib beray oldik. Buni endi ustanovkisi yo'qmi degan savollar bo'ladi shunda. Ustanovkisini, dastavkisini Temurbek seni ko'rib keldim desa, bir dana sovg'asini ham shundaylarni qo'shib beramiz. Dastavkisi ham, ustanovkisi ham yana Temurbek seni ko'rib keldim desa yana bir podarka bor. Yana bir podarkisi, gelsinlar Temurbek bir podarkingni ber endi. Ro'za-oy Ramazonida podarking yo'qmi desa, o'zim shundaylarni zo'r aytib bir podarkisini qo'shib beraman. Yurtdoshlar, Shivaki brendi 950 ming so'mdan chiqadi. Rulus yurtdoshlar 933 ming so'mdan, 950 ming so'mdan auksion. Misol uchun shuning o'zidan yana videoda uyda o'tirib ko'radilar. Pul mindirilmagan ustuna deb. Shunday misol uchun hisob kitobi 4 million so'mlik konditsioner olsin, o'zi 4 million so'm bilasizlar, ham yerda boshlanishi. Bo'lamiz 6 ga 666 ming so'm. Ustuna bir tina minmaydi. Bir tina minmaydi. Shu narxdan chiqadi. Misol uchun 4 million 500'diki 4 million 500 bo'lamiz 6 ga 750 ming so'm. 750 ming so'm. Bir so'm minmagan, shu yozib qo'yibmizmi? Videoda ko'rdingizmi? Shuni talab eting, shuni kelinglar, shuni olinglar. Bir pasport o'zi uyda xolagan bir odam kelsin, pasportini kelsin, tekshirib ko'ramiz. MIPdan qarzdorlik bo'lmasa, xudo xolasa chiqarib beramiz. Endi yurtdoshlar, o'zining narxini 6 oyga bo'lib to'lasanglar bo'ladi ekan. Shunday zo'r aksiya o'tib yurtdoshlar. Brendlardan muammo yo'q. Xolagan brendingiz Zifler bo'lsin, Premier bo'lsin, qaysiz Immer, Chigo, bu yon tarafda yana Auxni solishtirib ko'rib kelaveringlar. 950 ming so'mdan Aux. 950 ming so'm. Shikolat narxda chiqarib qo'yganmiz. 6 oy to'laysizlar bo'ldi. 6 oy to'laysizlar. 18likimizdan 24likimizdan amal etadi bu narsamiz. Misol uchun 24likimiz o'zi 8,5 million so'm, 1 million so'm skidga deganmiz. 7,5 million so'mga tushadi. 6 oy bo'lsa 1 million 250 ming so'mdan 24lik kamida 100 kvadratga polni qo'ysa bo'ladi uni. O'zi aslında endi misol uchun 8,5 10 million so'm, 15 million so'mgacha 24lik sat. 1 million 250 ming so'mdan 6 oy to'laysizlar, sizlar konditsionerli bo'lib qolasizlar. Albatta
Albatta. Yine yurtdoshlar mulk bo'ladi, xudo xolasa yurtdoshlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Har doim xuddi shu bir dana pasport bilan kelasizlar, plastik shart emas. Bizda kafillar shart emas. Yo'q, kafil ham shart emas, plastik ham shart emas, ish haqqi ham shart emas. Endi xohlagan brendingizni o'sha bir pasport evazini olib ketishingiz mumkin. Yine yurtdoshlar. Ha, misol uchun gaz plitalarimiz keladi. Gaz plitamiz eng arzoni, misol uchun 1.300.000. To'g'rimi? 1.300.000. Bir pasportni beradi. 1.300.000 ni bo'lamiz 6 oyga. 216.000 so'mdan. Hisob. Ustida batinam minmaydi. 216.000 so'mdan gaz. Plisosimiz misol uchun plisos 600.000 so'm. Ava. To'g'rimi? 600.000 so'm bo'lamiz 6 oyga. Misol uchun 100.000 so'm. 100.000 so'mdan. 100.000 so'mdan plisos. Endi bizlarga kelib turib, xohlagan narsani bir pasport evazini chiqarib ketishlari mumkin. Xohlagan maishiy texnikasi. Xohlagan maishiy texnika bo'ladi, chiqarib ketishlari mumkin. Endi avtomat kir mashinalarimizga keladigan bo'lsak, avtomat kir mashinani ko'pchilik qachon aytadi ekan deb kutib o'tiribdi. Albatta. Avtomatlarimizda narxlarni har doimgidek tushirganmiz. Har aksiyamizda misol uchun baholarni tushiramiz, podarkalarni ko'paytiramiz. Endi narxina keladigan bo'lsak, narxini 2.400.000 dan qo'yib berdik. Ko'pchilik oldi, ko'pchilik podarka oldi, boshqa aytdi. Desalar, misol uchun sifatini qarab turib baho ko'tariladi o'zi. Yurtdoshlar sizlarga yaxshisini olishni tavsiya etamiz. O'zi milliy nomda kir mashinani kunda olinadigan narsa emas. Arzon narsa emas. Dillar uchun kelsanglar, sizlarga yaxshisini birinchi navbatda yaxshisini beramiz, ikkinchi navbatda narxini tushirib beramiz, uchinchi navbatda podarkalarning zo'rlarini dastavka ustanib ketib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. 2.400.000 so'mdan avtomat kir mashin qo'ydik o'tgan videomizda. Endi hozirgi kunda birinchi, ikkinchi, uchinchi turgan kir mashinlarimizni 2.200.000 so'mdan beramiz. 2.200.000 so'mdan. 2.200.000 so'mdan. Agar bizdan invertorli kir mashinaladan bo'lsalar, har doimgidek misol uchun 4 milliondan, 4,5 milliondan boshlanadi. Endi kir mashinlarimiz 3,5 million so'mdan boshlanadi. 3,5 milliondan boshlanadi. 3,5 million so'm. Bu kir mashinamiz 4 million 900 edi. 4 million so'm. 4 million so'm. TCL kompaniyasi o'zi 5 million so'm edi. 4 million 200.000 so'm. 4 million 200.000 so'm. Hantaji misol uchun o'zi sotilishi 4,800, 4,5 million so'm. 4 million so'm. 4 million so'm. Endi qaranglar, 8 kiloliklarni, 7 kilolik, 10 kilo hammasini narxini tushirganmiz. Kelinglar bizdan endi bir kir mashina olinglar, yonimda ajoyibimdan inshondan boshlaylik. Podarkasini get qarab. Bir dana duxovkasi, ajoyibimdan, bir dana plisosi, kamida million turadigan, bir dana termoxoti, bir dana chopperi, bir dana pichoq nobori, bir dana kepki nobori. Endi ajoyib. Endi kepki nobori idishlari hamma narsasi bor. Bir dana posuda nobori 32 porsiyon bo'ladi, keramikali bo'ladi. Bu posudamizga qarab. Gördingmi? Sinmaydi. Polni galasidan suv ichib turib ataverasizlar endi. Sentina javob. Tekinga bo'ladi. Eng arzoni, eng zo'ri, eng sifatlisi arzon narxlarda kir mashinalar olsa, podarkalarning zo'rini dillar uchun sizlar qo'shib beradi. Undan tashqari bir dana konfet nissasi 6 shtuk bo'ladi. Ajoyib. Agar bizlarga like, podpiska, Temurbek seni ko'rib keldim degan bo'lsalar, avtomat kir mashinalardan bo'lsalar, yonida ajoyibdan ishindi zamzam naborini qo'shib beramiz. Tekinga. Shunda bir kir mashina olib turib, bir dana duxovka, termoxoti, plisosi, chopperi, posuda nabori, konfet nissasi, bir dana pichoq nabori, kepkir nabori, undan tashqari ishi ko'rib turgan zamzam naborimiz tekin. Shularning hammasi besplatni. 4 olsin. Dastavkisam içinde 4 milyon olsun, 3,5 milyon so'm olsun, 5 milyon olsun, 6 milyon. Xolagan birsini olsun. Yine şu podarkalarimiz shundaylar. Ajoyib. Yurtdoshlar bunaqasi mo'min bilib qolinglar. Ro'za va Ramazon ayom munosabati bilan Dilla 300 Pro'da shunday zo'r aksiyalar bo'lib turibdi, xudo xolasa. Xolasalar, yana aytganimizdek bir pasport evazini ham kelib olib ketaveradi. Endi yurtdoshlar, pasport evazini deganda ko'pchilik pasportni olib qoladi deb o'ylaydi. Yo'q yurtdoshlar, pasportlarimiz o'zlaringiz bilan ketadi yurtdoshlar. Xohlasanglar Moskvaga ketsanglar ham bo'ladi. Shuni aytacak edim, ko'pchilik men dedi, bir kir mashinani oldim. Endi bir oydan keyin o'zi Dubayga ketishim kerak dedi. Dam olsa balki polni borib kelaverasizlar. Moskvaga ketasizlarmi, Dubayga ketasizlar. Xolagan yerlaringizga borib kelaverasizlar. Dam olib, shohlab kelsanglar bo'ladi. Zo'r. Endi plisoslarimiz, mikrovkalarimiz, duxovkalarimiz hammasida aksiyalarimiz bo'lib turibdi. Bizlarga kelsalar bir dana shu bayram sovg'asini beramiz. Plisos olsin, duxovka olsin, xolagan narsasini olsin, bir dana bayram sovg'asi shundaylar tekinga bo'ladi.
Aksiyalarımız zo'r bo'lmasa bir like'larni bosib qo'yinglar, do'stlarga yuboringlar, ajoyib kommentariy yozib qo'yinglar. Kommentariy uchun ham sovg'alarni qo'yib beramiz, xudo xolasa. O'tgan safar kommentariy show qo'yib edik, shuni tasodifiy aniqlaymiz dedik. G'oliblarni ham aniqlaymiz. 5 dana shvobramizni xudo xolasa g'oliblarni ham bugun tasodifiy aniqlaymiz. Esa kommentariy show g'oliblarini aniqlaymiz, bo'lmasa yurtdoshlar ko'rib kuzatib boraversa, like'larni bosib, yana ko'p kommentariy yozinglar, siz uchun xizmatdamiz do'stlar. Yani videomuzni ham to'p oldik. O'tgan safargi yine 100 ming so'mdan televizor, o'sha 2100 dana kommentariy, hammaga katta rahmat. Zo'r, ajoyib o'qib chiqdim. Erinmasdan o'zim o'qib chiqdim. Zo'r tilaklar uchun katta rahmat. Poddeshka beton. Poddeshka beton, Og'abekning kanalining obunachilari beton. Hammaga rahmat yana. Xudo xolasa Og'abek sen kanaling uchun bugun ham kommentariyachilar uchun zo'r podaklar qo'yib beramiz. Alloh rozi bo'lsin. Getdi. Birinchisini bosh raqamdan. Birinchi avtomat shvobraning g'olibini aniqlaymiz. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Eng tepada qaysi kommentariy qilsa o'sha g'olib bo'ladi. O'yin qachon bo'ladi debdilar. Yana o'yin bo'pti, sizdingiz, tabriklaymiz. O'zi yaxshi niyat etgan ekandan bu. Qudrat qurbandir deyip ekan. Shakont bilan kelsalar barabarsizlar xudo xolasa. Prямо video chiqqandan keyin ertangisi kelib olib ketaversinlar. Zo'r. Gap yo'q. Ikkinchisi. Ikkinchisi. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Mana eng tepada qolgan akkaunt menimcha Shahnoza. Shahnoza akkaunt 100 dan ko'p kommentariy yozgan ekanlar. Tabriklaymiz yana. Katta rahmat, yaxshi tilak. Birdan avtomat shvobra utib oldingiz. Uchinchisi xudo xolasa. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Oho. Yusha akkauntine 17 kommentariy yozib ham utsa bo'ladimi? Yurtdoshlar bir kommentariy yozsanglar ham utsanglar bo'ladi. Ko'rdingizmi videoni? Zo'r, omad deb yozib keting. Ana. Utib olasizlar. Video o'tirib ham podarka utib olishingiz mumkin. Yurtdoshlar, Kumushoy Umartoy. Tabriklaymiz xudo xolasa. Tabriklaymiz. Ertangi o'zinda kelib olib ketishingiz mumkin. 4-chi. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Xushnudbek adashmasam. 100 dan ko'p kommentariy yozgan ekanlar. Tabriklaymiz xudo xolasa. Birdan avtomat shvobra yutib oldingiz. Katta rahmat, yana 100 dan ko'p yozgan ekan. Va biz oxirgi g'olibimizni aniqlaymiz yurtdoshlar. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Sabohat Xalbayeva dedi. 31 dana kommentariy yozdim. Mena bir dana avtomat shvobra utsa bo'ladi ekan. Tabriklaymiz yana. Zo'r, katta rahmat hammaga. Endi xudo xolasa bu safargi kommentariy showimizga ajoyiblar ishi roza keldi-ku endi. Rozada eng zo'r narsa bizani ham yodda qoldiradigan narsa, ya'ni utib olgan odam endi 3 dana o'sha zamzam naborimizdan qo'yib. Kommentariy show uchun. Kommentariyaga ajoyiblar 3 danasini qo'yib beramiz. Keyingi videomizda xudo xolasa buni ham kechiktirmasdan tasodifiy aniqlab o'z egasini topshiramiz. Yine yurtdoshlar 3 dana nabor, zamzam nabor yurtdoshlar kommentariy show uchun. Shu videoga like bosinglar, bosdingizmi? Kommentariy yozinglar. Qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariy yozsanglar, yutish imkoniyati shu darajada ko'p bo'ladi. Endi videolarni aniqlaymiz, hammaga omad. Hammaga omad, kamchiliklar bo'lsa uzr, hammaga katta rahmat. Temurbek necha kun bo'ladi bugungi aksiyamiz? Bu aksiyamiz xudo xolasa 1-martgacha bo'ladi. 1-martgacha. O'zingiz javob berasiz xudo xolasa. Javob beramiz. Shunga tayyorgarlik ko'rganmiz. Kelinglar, videoni shunday ko'rsatinglar, men shuni berdim, bo'ldi, beramiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Pastda telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab onlayn savdo xizmatlari bor. Diller 300 Pro sizning xizmatlaringizni yurtdoshlar. Temurbek rozi bo'ling, qo'ygan aksiyalarimizdan yangilik bo'lsa yana Diller 300 Pro ga kelish nasib etsin. Qadrli yurtdoshlar, xudo xolasa hammangizga maishiy texnika olish nasib etsin deymiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.